ko'rpang ko'tarib ketur. Har bitta intervyusida Odilxon davaychi ko'rpang ko'tarib ket degan savolga javob olish uchun chiqdim. Qachon ko'rpang bilan kelib yurgan? Do'stlar, men o'zbekni bolasini urishni xohlamayman. Buni otini nomimga, tilimga olmaganman. Endi bitta narsada, o'zbek bilan hech qachon urushmayman deganing, javob urushmayman deganing, nega Jaskan negirmi? Jaskan qayerlik? Xalqim oldi sharmanda bo'lgan hammadan kechirishingizni so'rayman. Qilgan ishlarimdan pushaymon. Men uni chiqqunicha bilganim yo'q. Ligga chiqyapman, bizda qaytish yo'q. Chunki bizda surqoshlar. Qarasizmi? Doim aytasan. Ko'rpasini olib ketsin, boshqa qilsin. Men просто bo'yi tomosha qilib o'tirgan odam edim. Davaychi qani? Bittasanda gurba to'shayman. Buncha gurba to'shayga olishdi. Kamil karate. Landi, Kamil karate o'yini boshlandi. Bittasi kosmosdan tushgan bo'lsa, bittasi non kabob sotib reklama qilib yuribdi. Ularni bittasini kosmosga jo'natisham Kamil karate, dalshi non kabob sotisham Kamil karate. Onang kattaga sizga kecha shaftoli aynigan ekan, harrama. Sizga shaftoli. Onang kattaga sizga aynigan shaftoli sotasan, harrama. Sizgama jir bo'ldim bilan yo'lda sizcha yurib. Planetyanin desa, planetaga jo'nataman. Odilxon desa, shu dalshi non kabob yeb yurib ozish yo'q unda, faqat semirish. O'zbekni davrasini urib turiga chiqa olmaysan. Xalqim oldi sharmanda bo'lgan hammadan kechirishingizni so'rayman. Qilgan ishlarimdan pushaymon.